hayvon Nexiya. Nexiya deydimi? Kimni olib kelding, jiyan? Xavotirmang, tog'a bilan davr kelgansiz. Bittada sotib beradi. Aktrisa bu. Chiroyi bordir menda. Nexiya baribir legenda. Sotolmaydi buni. Bu o'zini o'zi reklama qilib yotibdi. Buncha sabrsiz, hozir bittada sotadi, tog'a. Sotishing kerak, pul kerak menga. Nexiyadan oling, yana boshqa. Nexiya emas, Nexia. Ha, Nexia. Nexia. Qo'ylarga kerak qo'tan, Nexiyada bor metan. Qo'tan deydimi bu? Qo'tanga nima bor? Ha. Menga konkret ma'lumotlar, soat ya pul kerak-da. Nomer qo'y, telefon qilsang bo'ldi menga. Nega qo'tan deydi? Qisqa raqamlarga ma'lumot qilib ayting, telefon qiling. Bir sutga o'tdi. Itam telefon qilgani yo'q mashina so'rab. Aktrisa deysan? Tog'a sotilmaydi bu mashina. Nimaga sotilmaydi? Undan ko'ra Ahbozor sotganingizda davno sotilardi. Men srochni sotishim kerak deyapman. Ha, Ahbozor ilovasida tez sotish bo'limi bor. Mashinani shunday joylashtirasiz, o'zlari ko'rib chiqadi-da, mingdan ortiq diler sizga narx taklif qiladi. O'ziga yoqqan narxda beraverasiz, naqd pulingizni beradi. Xohlasangiz mashinani sotgandan keyin o'zlarida yangi mashina olsangiz ham bo'ladi. Zo'r-ku, shunaqasi bo'ladimi? Ey bola, kechagi videoni o'chirib qo'ydi. Kim edi endi bu? Kimsan sen? Uni sevgilisi bilaman. Seni deb sevgilingiz buzilib ketib, tushundingmi? Sevmay o'lsanlar, pismiqchalar. Shular ham sevishyaptim, bu yoqqa. Sevgi nima? Sevgi nima? Sevgi armonmi? Ya bariqal armonmish. Ey, va nihoyat erga tegdim men ham. Yashang. Yura. To'yinga to'yona. Baxtli bo'l. Ko'rdingizmi? Men kelin baraka keldi-da. To'g'ri. Shunaqa ekanda. Onasi qara. Ko'z sevmasi 3 kundan beri go'shiga yotibdi. Qarang-a. To'g'ri. Ayni biz keldik, orqamizdan baraka kirib keldi-da. Ta. Bo'lishi mumkin. Dada, yomg'ir yog'yapti. Barakani sezyapsizmi, his qilyapsizmi? Zo'r ekansan, zo'r. Dadjon, Oyjon, men ketdim onamnikiga. Bo'pti, onangga salom ayt. Ayshvarani qarang o'ynagan. Svet qadariga chalpak svet o'chdi. Nima puli tugadimi svetni? Nima o'chadi? Nima o'chirishdi? Ana svet keldi, ye. Ko'rdingizlarmi? Men gapirishim shart emas. O'zlaringiz uchun bilolinglar bo'ldi. Aka texnika olmoqchi edik, yosh oilaydik. Ko'rdingiz? Men kelgandan keyin baraka yog'ilib keldi. Texnikalar olyapsiz. O'chira vazina. Men tug'ilganimdan Lareto texnikalarini olaman degan niyatim bor edi. Laretoning kir mashinasini bilasanmi? Parnoy sistemada ishlaydi. Kiyimlardagi viruslarni o'ldirib, allergiya chaqirtirmaydi. Wi-Fi bilan ishlaydi. Telefoning bilan boshqarib o'tirsang bo'ladi. Xolodilnikning qara kattaligini bu no-frost tizimida ishlaydi. Hamma joyini bir xil muzlatadi. Svet o'tsa ham 12 soat ichidagi narsani muzlatib turadi. Gazlarini qara, baquvvatgina zo'r ishlaydi. Mana bu vitishkasi bor-ku, vang qilib asabingga tegmaydi. Inverter motori, tokni kam yeydi. Lareto texnikalari Italiya texnologiyalari asosida ishlab chiqariladi. Servis xizmat ko'rsatishiga 3 yil beradi. Butun respublika bo'ylab. Motorlariga 10 yil garantiya beryapti. Barakasini bersin menga ishqab. Shaqqa ham qo'yshding-a barakani, ha? Shaqqa ham qo'yshding-a? Barakani kimmi? Ayting. Yo'q. Ayting. Ha, bak shunaqasi. Tinchlikmi dadajon, nima bo'ldi? Ukangni sudidan kelyapman. 3 yil beradimi deb umid qilib o'tiruvdim. 10 yil berib yubordi. Ko'zmi dadajon barakani? Men kelgandan keyin 10 yil berib-da. Sen jinnimi? Sen jinnimi? Barakami? Sen jinnimi? Bu baraka emas, palakat-ku. Yop. Qayerga? Onangiz. Yomg'ir yoqdi,